sizlarga biroz antiqa taroq ko'rsatmoqchiman. Oddiy taroq-ku deyishingiz mumkin, lekin oddiy taroq emas. Bu yog'ochdan ishlangan. Birinchidan vesomiygina, keyin shotkalari shunaqa antiqa qilingan. Mana shu taroqqa xohishoninglar, xohisholmanglar 7-8 yil bo'ldi. Coviddan ham 1 yil oldin olganman. Bu O'zbekistonda yo'q bu taroq, Rossiyadan olib keltiriladi. Bitta master olib keladilar faqat. Shunaqa yumshoq tariydi-ki, chet elga boramanmi, O'zbekistondamanmi, umuman mana shu taroq men bilan, mana telefon men bilan qanday yursa, bu taroq men bilan mana shunday yuradi. Soch yuvganingizda ham, uzunmi, kaltam, ana yuvilganda tarish qiyin-ku. Bu shunaqa oson shotka tariydi. Oddiy taroqlardan ancha-muncha farq qiladi qizlar. Shuning uchun imkon bo'lsa mana shu taroqdan bitta olinglar. Da, to'g'ri, sal qimmatroq, narxi yo 35 yo 40 dollar menimcha. Lekin shunaqa mazza narsa qizlar, 1000 marta pulini